Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sadaqaca Rose, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü islağa 2023 yıl 11. ayının 9. günü. Haftaga Perşembe vatandaş, bugünkü vaziyetimiz mındak. Tünügüllerden yetip gelgen haberlerde hazır Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden 11. ayının 15. günü San Francisco şehrida endi Tinch okean iqtisodiy hamkorlik yig'ini mezgilida Jungoning raisi Xi Jinping bilan ko'rishdi. Bundan avval yoki shu daqiqalarda rais Xi Jinpingga beriladigan bir katta ziyofat. Bu ziyafetke 100'den artık Amerikalık yukarı derecelik şirket emeldarları, iktisadi şirket emeldarları katmışlar. Bu noktada Reis Xi Jinping'ni kütüp eliş, yoki Reis Xi Jinping'nin talebi, yoki Amerika Jungo iki devlet münasebetini yaxshilashning bir paytleri deb hisoblaganda bu ziyafetke tünce olup katlaşıdığın şirket İksan şirketi. Vatandaşım İksan şirketi, İksan Mobil Nepet Chemiye şirketi degendek bu hazır İksan şirketi Uyguristan'ın tarım. Nepet oymallığı da orullaştı Amerika şirketi bulup şu yerde faaliyet kılıbatkan bir şirket, İksan şirketi. Yani bizden Amerika şirketlerinin radyolarım söz davası da hazır Amerika şirketlerden kancısı Uyguristan'a yetip gelgenligi ve mecburi emgek meselesi katarlık meselelerde her bir Uygur'un göz karşı okşaşı Amerika şirketlerden Uyguristan'a kirişini karşıladı. Her bir Uygur karşıladı. Karşılamız şahsen ben hem şunda. Lakin bizden şartımız Uyguristan'a kiriş, Amerika şirketlerinin Uyguristan'a kirişi de bu yerdeki baylıkını içiş ve bu baylıktan faydalanıştan ibaret müşündak bir imkaniyet herkes Xitay'la kolu arkalık emez. Mesela Xinelli Xitay, Shandongli Xitay, Zhejiangli Xitay'la ya köçmen Xitay'la hakimiyetinin hukuki dairesi de faaliyet kılışamaz. Uygur'un meselesi Amerika Qo'shma Shtatları hal qilib, shundan keyin bu baylıkni Uygur'un kolu arkalık etishni shunda o'ylaymiz vatandaşım. Shunda o'ylaymiz Amerika xalqidan shuni kutamiz ve navbatga Amerika Qo'shma Shtatlarının prezidenti Joe Biden hukumatidan shuni kutamiz. Chunki bu yerda hozir prezident Joe Biden Aqsaroyga kirgandan boshlab Uygur meselesi Amerika'nın tashqi siyasetida ciddi meseleye aylandı vatandaşım. Hazır qarayli, o'tgan yili 11. ayının 14. günü Indoneziyanın Bali aralida o'tkazilgan 20 davlat yig'inida Reis Xi Jinping yig'inga qatnashdi, prezident Joe Biden bilan suhbatlashdi. Bu isanızda bak, bu jarayonlar bütün isanızda bak. Bugün endi yana bugün bu yılda yani 11. ayının 15. günü asasiyatın toluq bir yıldan keyin. Toluq bir yıldan keyin yana Amerika'nın San Francisco şehrinde iqtisodiy hamkorlik endi bu yig'in bu Osiyoga Tinch okean munosabatli iqtisodiy hamkorlik yig'inida Reis Xi Jinping bilan prezident Joe Biden ko'rishadigan bo'ldi. O'tgan yili o'tirib qo'yilgan masalaning jiddiyligini sizlarga aytdik. Masalan, 14. kuni ko'rishdi. Balidag'dan qaytib keliblar Reis Xi Jinping 10 kundan keyin, ya'ni 24 kundan keyin Urumchi o't ofati voqeasi paydo qildi. 89 nafar Uygurni, jumladan 3 yoshlik bolani o'z ichiga oldi. 84 nafar Uygurni ko'ydirib o'ldirdi. Biz bundan şunu görüp olduk ki konkret aldı. Matbuatlar çıkmagan bolsa Uyguristan meselesi bu kadın Bali'de prezident Joe Biden bilen Jungo Kompartiyası'nın Reis Xi Jinping oturusida muşundak ciddi koyulmasa Jungo Kompartiyası yoki Xi Jinping Uyguristan meselesi bundak keskin
inkos qaytirishi, dal vaqtida inkos qaytirishi bu darajada bo'ladimi deb gumoni jumlamizda qo'ydik vatandoshlar. Xuddi shunda qo'yilganda endi bu qatim bu yig'inda yoki bu uchrashuvda bir suhbatda hozir Amerika ovozidan bir xabar keldi. Nima dedi bu xabarda desangiz? Tahlilchilarning ko'rsatginicha deydi, Tayvan masalasi prezident Joe Biden bilan Xi Jinping suhbatida gavdalik o'rin tutmaydi. Tushundingizmi? Bu qatim San Fransisko yig'in mezgilida o'tkaziladigan prezident Joe Biden bilan rais Xi Jinping suhbatida Tayvan masalasi gavdalik o'rin tutmaydi. Mavzuli xabar 11-oyning 9-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasida e'lon qilindi. Bu yerda bular nima demoqchi masalan, bu tahlilchilar o'ttirib qo'yilmaydi. Sabab hozir Tayvan masalasida Amerika bilan Jungoning o'ttirisidagi siyosat maydonida farq bor. Buni yaqin keltirgil bo'lmaydi. O'zaro ishonch ko'tarilib ketgan. Hamda ko'tarilib ketgan ishonchni o'z o'rniga tushuntirmoqchi bo'ladi, lekin qisqa mezgillik to'xtaladi. Bu natijaga yetolmaydi. Chunki bu yerda Tayvan masalasi hozir Jungolik uchun aytgandimi, qizil chiziq degan masalaga, Amerika uchun aytgandimi, qizil chiziq degan masalaga aylanib bo'ldi. Yani hozir Tayvanlikning, Jungolikning kutgan yeridan Tayvan masalasi olqib chiqib ketdi. Gapning o'chig'i mushtahlilning ro'yi qarasangiz so'z eshitadigan nima bor? Tayvan masalasi to'g'risida so'z eshitadigan nima bor? Hisobda demoqchiki tahlilchi efendim, hech nima yo'q. Masalan, Litvaning Vilnyusdan tarqatilgan xabar. Amerika bilan Jungo, prezident Joe Biden bilan Jungoning rais Xi Jinping suhbati. Ya'ni San Fransisko iqtisodiy hamkorlik yuqori darajaliklar yig'inida suhbat o'tkazishni tashkilladi. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Beijing bilan Washington ikki davlatning Tayvan masalasi bo'yicha o'zaro ishonmasliklarini aradan ko'tarib o'tishga urinyapti. Lekin deydi tahlilchilar, ikki davlatning Tayvan masalasidagi ixtiloflarni nazarga olganda Jungo bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bu masala yana Tayvan masalasi to'g'risida endi undaq ortiq vaqt sarf qilmaydi. Gapning o'zi mana shu yer. Demak, endi buni Uyg'urcha til bilan so'zlaylik. Tayvan masalasiga Jungoning chishi patmaydi. Demak, Tayvan masalasi Jungoning nazaridan Jungoning qizil chizig'idan olqib chiqib ketdi. Biz nima dedik? Vatandoshim sizga eng oxirgi bir qadam. Ammo shu qadamni Xudo qachon o'rinlashtirdi? Eng oxirgi bir qadam deyli hozir. Tayvan masalasida bu qatim prezident Joe Biden bilan rais Xi Jinping unda ortiqcha vaqt sarf qilmaydi vasallam. Bu qatam suhbatdan negizi shu ekan. Kishilik huquq to'g'risida biz sizlarga Moliya ministri Yellen xonimning murassallashmaymiz degan so'zni sizlarga yetkazdik. Undan keyin xabarlarda boshqacha cho'ng alomatlar yo'q. Masalan, bugun turgi orliq kuni so'zlaganliksan men dedim 11-oyning 9-kunidan 10-kunigacha Jungoning muavin vaziri yoki yangidan tayinlangan iqtisod amaldori, Jungo davlat mahkamasining iqtisod amaldori Xilifing degan odam San Fransiskoga yetib kelib, Moliya ministri Janet Yellen xonim bilan suhbat o'tkazdi deyilganida shundoq dedi sizlarga. Hozirgacha hech qanday xabar yo'q bu to'g'rida vatandosh. Biroq hozir Amerika Jungo o'tirishga bir aktiv, bir passiv omil nimadan ha buningda? Aktiv omil bugundan boshlab 9-kundan boshlab Amerikadan Jungoga qatnaydigan aviatsiya aeroplan qatim soni haftada 70 qatim. Vah! Qaltisga bu vatandosh. Amerikadan Jungoga qatnaydigan aviatsiya aeroplan qatim soni 7 kun ichida 70 qatim. Bu ajoyib keldimi? Endi yana qarab turing. Amerika Jungo o'tirishga munosabatga. Masalan, prezident Nixon davridan tortib o'zaro berishgan, elishgan diplomatik va'dalar bo'yicha Jungoning Sichuandan
2 dana oq ayiq 2000-yili Amerikaga keltirilgan ekan. Hozir bu 2 dana oq ayiq balalab 3 dana oq ayiq bo'ptimish. Bu oq ayiq yaqinda Jungoga qaytariladi ekan. Buningdan hozir kishilar nurg'un gaplarni o'tirg'i chiqarib o'tirayran qolasiz. Oq ayiqning Amerikadan 20 yildan keyin Amerikadan Jungoga qaytarilishi ikki davlat munosabatining, masalan, Jungo Amerika munosabatining uzil kesel jiriklashganligidan direkt berdi deydi. Men tushunamadim bu ayiq bilan nima munosabati bor Amerika Jungo munosabatining. Hozir men xabarni sizga so'z yetkazdim. Oq ayiq bilan masalan tinchlik elchisi deyli, u do'stlik elchisi deyli. Davlatlar o'rtasidagi diplomatik rishtalarni bog'laydigan elchi deyli. Hozir bu qaytarildi. Amerika Jungo o'rtasida jiriklashishning yangi davri boshlandi degandek bir xabar o yetib keldi. Anda mushuning munosabati kel 9-kuni qarang ha. Amerika Wall ko'chisi gazeti bunda xabar qildi. Jiddiy xabar değil. Amerikaning yana bir pan texnika shirkati Jungodan chekinib chiqdi. Mavzuli xabar 11-oyning 9-kuni Vanvetta orbitida e'lon qilindi. Bugun Rais Xi Jinping San Fransiskoga yetib keldi. Amerikaning yuqori darajali shirkat amaldorlari o'z bardan ortiq ziyofat berib Rais Xi Jinpingni qarshi oladi. Hozir 9-kuni Wall ko'chisi gazetining xabarida Amerikaning yana bir zo'r pan texnik shirkati Jungodan chekinib chiqdi. Masalan, eng asosli shaharlar, masalan, Beijing deyli, Hong Kong deyli, anadagi Oman deydi, mush joylardagi xaridorlar bilan bo'lgan barliq munosabatlarni uzib tashlab, 12-oyning 3-kunidan boshlab Jungodan chekinib chiqadigan bo'ldi deydi. Selishtirdingizmi? Qarang. Bu shirkat Jungodan chekinib chiqdi. Haftada qatnaydigan 70 qatimliq aeroplan aviatsiya, anadagi San Fransiskoda beriladigan ziyofat, o'z kishilik ziyofat, cho'ng shirkatlar. Anda bunun içinde bu şirketler, bu ziyafatning sirtida hozir endi Amerika Jungo munosabatidagi oq ayiq munosabati. Mushlarni selishtirsangiz bir-biriga giralishib ketgan prezident Joe Biden o'tirib qo'ygan Aqsaroyga kirib o'tirib qo'ygan Jungo siyosati hamkorlashganda hamkorlashimiz, raqobatlashganda raqobatlashimiz, düşmanlashganda yana düşmanlashimiz degandek ma'nodagi 3 cho'ng siyosat bugun hozir ko'rib baqing. San Fransisko yig'inida aviatsiya qatnash masalasi Amerika shirkatining dal mushu kunlar 9-kuni Jungodan chekinib chiqishini qaror qilganligi, o'z kishilik ziyofat bir-biriga irmash-chirmash. Endi ziyofatni davlat gibi diplomatik resmiyat davlatlar munosabatini saqlangan bo'lmaydigan ishlar yoki o'rlashtiradigan ishlar deb qarang. Lekin mushundan qaraganda hozir eng muhimi Jungoga eng ig'ir kelidigini tovar mallarni almashtirish, eksport qilish, import qilish masalasi emas. Bugun Jungolukning maydoni qaynab turayotgan maydoni asosli pan texnika maydoni vatanda. Hozir qizman ilg'or pan texnika maydoni. Shu ilg'or pan texnika maydonining hozir birisi, buning ismi ingliz qisqartib bunda aytibdi. Strix deydi. Strix Group yoki Strix shirkati Jungodan chekinib chiqishni qaror qildi deydi. Hozir bu vaziyatni ya to'g'rida bu tarafga muqimlashtira olmaysiz, Amerika Jungo munosabati yaxshilanayotdi deb, yoki Amerika Jungo munosabati yomonlashyapti deb bu tarafga muqimlashtira olmaysiz. Bu intayin murakkab bir jarayon kirib keldi vatandosh bu ishlar. Endi shu arliqda kishilik huquq masalasi o'tirdi, qanchalik qo'yildi, qanchalik elib chiqildi. Bu to'g'rida hech qanday xabar yo'q. Faqat Janet Yellen xonimning so'zini aytganda, endi hozir amaliyat, endi rasmiy suhbatga o'ltirganda qanday natijalar o'tirib chiqdi. Ya'ni vatandoshlar bilan bu to'g'rida to'xtamay uchrashib turmiz. Alloh hammalarni salomat qilsin vatandoshlar. Yana bir qap qapti. Mush kun yana bir xabar, nozik xabar keldi-mi? Jungo Shandong belgilik avtomatka kechilab sap tortib Tayvan bo'g'zidan o'tdi. Ko'rdingizmi sen? San Fransiskoga kelyapsan.
Senin senden belgelik anmatkan Tayvan boğazdı. Ütübiyada parakende kılvat. Bu acayip işler de vatandaşı. Öyle kılav koşun, yani koş koyun bu haberine. Anda onun kendi lazer Amerika, Japonya birleşip bu rayında Tayvan boğazı tarafı da her bir manver. Birleşme her bir manverine orulaştır. Şuna qarğandı biz bu vəziyyətni Amerika cüngü vəziyyətinin, Amerika cüngü münasibətinin peyda bolğan vəziyyətinin, yəni ciddilik dərəcəsinin qaysı dərəcədə ekanligini şuna da görüb alırız, hörmətli vətəndaşlar.